Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvi va bobolarimiz, shuningdek pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. Pensionerlar uchun juda yaxshi xabar bor, lekin bu xabarni to'g'ri tushunish, kimga tegishli ekanini bilish va o'z huquqingizni vaqtida talab qilish juda muhim. Chunki pensiya masalasida bitta ariza kechiksa, bitta hujjat yetishmasa yoki odam o'ziga tegishli imtiyozni bilmasa, oyma-oy pul yo'qotishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun qanday o'zgarishlar bo'layotgani, kimlar bundan foyda ko'rishi, kimlar alohida e'tibor berish kerakligi, qaysi xatolardan saqlanish kerakligi va amalda nima qilish lozimligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni ayniqsa pensioner qarindoshlaringizga yetkazish juda zarur. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Pensioner odam ko'pincha davlat tomonidan beriladigan pul faqat bir marta belgilangan. Keyin hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Pensiya tizimida bir nechta muhim jarayon bor. Pensiya tayinlash, pensiyani qayta hisoblash, qo'shimcha ish stajini inobatga olish, ish haqi ma'lumotlarini to'g'rilash, nafaqa va kompensatsiyalarni qo'shish, indeksatsiya yoki oshirish jarayonlari, shuningdek ayrim toifadagi fuqarolar uchun alohida ustamalar. Avval qanday edi? Ko'p hollarda odam pensiyaga chiqqanida o'sha vaqtdagi hujjatlar asosida pensiya hisoblangan. Agar hujjat to'liq bo'lmasa, ayrim yillar stajga kirmay qolgan. Agar korxona yopilgan bo'lsa, ish haqi haqida ma'lumot topilmagan. Agar mehnat daftarchasida xato yozuv bo'lsa, odamning o'zi yurib arxivdan ma'lumot olib kelishga majbur bo'lgan. Natijada ko'pchilik pensiyani kamroq miqdorda olib yurgan, lekin buning sababini bilmagan. Endi nima o'zgarmoqda? Eng yaxshi tomoni shundaki, pensiya masalasida raqamlashtirish, ma'lumotlarni tekshirish va qayta hisoblash imkoniyatlari kengayib bormoqda. Bu degani ayrim holatlarda inson oldin yo'q deb o'ylagan stajini tasdiqlashi, oldin hisobga olinmagan ish yillarini qo'shtirishi, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya yoki ijtimoiy nafaqa bo'yicha o'ziga tegishli qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Yaxshi xabar faqat pensiya miqdori oshishi haqida emas. Yaxshi xabar shuki, pensioner o'z pensiyasini tekshirtirish, xato bo'lsa tuzatish, huquqi bo'lsa qo'shimcha to'lov olish, to'lov usulini qulaylashtirish va ayrim hollarda oldingi davr uchun ham farqni olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi avtomatik bo'lib ketadi deb o'tirib qolish ham to'g'ri emas. Ayrim vaziyatlarda albatta murojaat qilish kerak. Endi men kimlar uchun bu xabar eng muhim ekanini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa pensiyasi juda past bo'lgan pensionerlar. Masalan, bir kishi 30 yil ishlagan, lekin hozir oladigan pensiyasi atrofdagilarnikidan ancha kam. U shunday deb o'ylaydi. Demak, mening taqdirim shu ekan. Lekin tekshirib ko'rilsa 1995 yildan 1992 yilgacha ishlagan davri mehnat daftarchasida bor. Ammo arxiv ma'lumoti yetarli bo'lmagani uchun ish haqi past ko'rsatkich bilan hisoblangan bo'lishi mumkin. Yoki 1996 yildagi bir korxonada ishlagan 4 yil staj sifatida kiritilmagan bo'lishi mumkin. Mana shu 4 yil pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan odamlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqach ham yana 2 yil, 5 yil, hatto 10 yil ishlaydi. Ba'zilar rasmiy ishlaydi. Ba'zilar mavsumiy ishlaydi. Ba'zilar shartnoma asosida mehnat qiladi. Agar mehnat faoliyati rasmiy bo'lgan bo'lsa, unda keyinchalik bu davr pensiya qayta hisobga ta'sir qilishi mumkin. Men shuni aniq aytaman. Har bir odam o'zining ish beruvchisi tomonidan ma'lumotlar to'g'ri topshirilganmi? Ish staji aks etganmi? Ish staji aks etganmi? Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarda ko'rinayaptimi? Tekshirtirib ko'rish kerak. Bir ayol 55 yoshida pensiyaga chiqqan, keyin maktabda yana 6 yil farrosh bo'lib ishlagan. U pensiyam o'sha deb yuradi. Lekin shu 6 yil rasmiy staj sifatida qayta ko'rib chiqilsa, pensiyasida ma'lum farq paydo bo'lishi mumkin. Albatta, har bir holatda miqdor bir xil bo'lmaydi. Kimdadir farq 60 ming so'm bo'lishi mumkin, kimdadir 70 ming so'm, kimdadir undan ham ko'proq. Muhimi, bu pul bir oy emas, har oy beriladigan pul 5 ming so'm farq bir yilda 50 milyon 200 ming so'm degani. Pensiyalar uchun bu dori darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat yoki nabiralarga yordam degani. Uchinchi toifa, hujjatlarda xato bor pensionerlar.
mehnat daftarchasida ism noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda To'lqin deb yozilgan, mehnat daftarchasida To'lqin deb yozilgan yoki familiya turmush qurgandan keyin o'zgargan, lekin eski hujjatda boshqa familiya qolgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1928 yil, boshqa joyda 1929 yil bo'lib qolgan. Oddiy odam buni mayda xato deb o'ylaydi. Ammo pensiya hisobida bunday xatolar hujjatni rad etishga yoki stajni tan olmaslikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya miqdori kam tuyulsa, avvalo hujjatlar zanjirini tekshiring. 4-toifa. Qishloq xo'jaligi, kolxoz, sovxoz, fermer xo'jaligi yoki kichik korxonalarda ishlaganlar. Bunday joylarda eski yillar bo'yicha hujjat topish qiyinroq bo'ladi. Lekin bu umuman imkonsiz degani emas. Arxiv tuman hokimligi, sobiq korxona vorisi, soliq organlari bandlik ma'lumotlari sud orqali tasdiqlash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Men amalda shuni ko'rganman. Odam 7 yil kolxozda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida muhr xira tushgan. Dastlab bu davr hisobga olinmagan. Keyin arxivdan buyruq nusxasi va ish haqi vedomasidan ma'lumot topilgan. Natijada staj tiklangan va pensiya qayta hisoblangan. 5-toifa. Boquvchisini yo'qotgan oilalar va nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda ham odamlar ko'pincha faqat bitta turdagi to'lovni biladi. Lekin qonunchilikda ayrim toifalar uchun alohida yondashuvlar bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi parvarishga muhtojlik qaramog'ida bo'lgan shaxslar o'quvchining ish staji, vafot etgan shaxsning rasmiy daromadlari kabi masalalar hisobga olinadi. Shuning uchun biror oilada o'quvchi vafot etgan bo'lsa, bizga hech narsa chiqmaydi deb o'ylamaslik kerak. Avval mutaxassisga murojaat qilib, hujjatlarni tekshirtirish lozim. Endi aniq raqamli misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Anvar aka 62 yoshda, 27 yil rasmiy ish staji bor deb hisoblangan. Pensiyasi deylik 20.300.000 so'm. U o'zi aslida 32 yil ishlaganini biladi, lekin 5 yil bir kichik korxonadagi staj kirmagan. Agar u o'sha 5 yilni arxiv ma'lumotlari bilan tasdiqlasa, pensiya hisobida farq chiqishi mumkin. Farq shartli ravishda 20.000 so'm bo'lsa, bu bir yilda 20.400.000 so'm. Agar farq oldingi oylar uchun ham hisoblab beriladigan holat bo'lsa, unda qo'shimcha summa yanada sezilarli bo'ladi. Lekin bu avtomatik emas, hujjat va ariza kerak. Ikkinchi misol. Mahbuba opa pensiyaga chiqqandan keyin 4 yil bog'chada ishlagan. Ish beruvchi uni rasmiylashtirgan, lekin opa pensiya bo'limiga qayta murojaat qilmagan. Natijada u 4 yil davomida o'sha eski miqdorda pensiya olib yurgan. Keyin farzandi elektron ma'lumotlarni tekshirtirib, rasmiy staj borligini ko'radi. Ariza berilgach, qayta hisob masalasi ko'rib chiqiladi. Bu yerda men hamma uchun muhim xulosani aytaman. Pensiyaga chiqqandan keyingi rasmiy ish yillari befoyda ketmasligi uchun ularni nazorat qilish kerak. Uchinchi misol, bir pensionerning 1960 yillardagi ish haqi yuqori bo'lgan. Lekin pensiya tayinlashda o'rtacha past ko'rsatkich olingan. Nega? Chunki o'sha davr uchun ish haqi ma'lumoti topilmagan. Keyin arxivdan ma'lumot chiqadi, u odam o'sha vaqtda ustama, mukofot va qo'shimcha to'lovlar olgan. Agar bu ma'lumotlar qonuniy tartibda pensiya hisobiga kiritilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Demak, faqat staj emas, ayrim holatlarda ish haqi haqidagi ma'lumot ham juda muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, hamma ish stajingiz elektron tizimda to'liq ko'ringan bo'lsa, ish beruvchilar ma'lumotlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, qo'shimcha ish yillaringiz bo'lmasa va pensiya miqdori hisob-kitob varaqasida tushunarli ko'rsatilgan bo'lsa, unda katta xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki tizimda xato bo'lishi mumkin, odamning o'zi bilmagan qo'shimcha huquqi bo'lishi mumkin. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma oshirish ham hamma odamga bir xil ta'sir qilmaydi. Ba'zan pensiya oshiriladi, lekin kimningdir pensiyasi ko'proq, kimningdir pensiyasi kamroq oshadi. Bunga sabab pensiyaning turi, ish staji, oldingi hisob-kitob, minimal miqdor, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar va qonunchilikdagi mezonlardir. Shuning uchun qo'shningiz 200 ming so'm ko'proq oldi. Siz esa 20 ming so'm oldingiz degani sizga xato qilinganini darhol anglatmaydi. Lekin farq juda g'alati ko'rinsa, albatta yozma tartibda izoh so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang.
Men ko'p pensionerlarga shuni maslahat beraman. Agar siz pensiya bo'limiga borsangiz va sizga hech narsa chiqmaydi deyishsa, iltimos muloyimlik bilan yozma javob so'rang. Chunki yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Qaysi hujjat yetishmaydi, qaysi modda asosida rad etildi, qaysi ma'lumot tasdiqlanmadi. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. Pensioner odam janjal qilishi shart emas, lekin o'z huquqini hujjat bilan talab qilishi kerak. Uchinchi nozik jihat arxiv hujjatlari. Ba'zan arxivdan ma'lumot olish vaqt oladi. Ayrimlar topilmadi degan javobni ko'rib, hammasi tugadi deb o'ylaydi. Aslida esa boshqa manbalar bo'lishi mumkin. Korxonaning nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, avval zavod bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyati bo'lgan, keyin boshqa tashkilotga qo'shilgan. Arxivda hujjat eski nom bilan turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaatda korxonaning to'liq nomi, ishlagan davringiz, lavozimingiz, bo'limingiz, taxminiy yillar va agar bo'lsa buyruq raqami ko'rsatilsa, topish osonlashadi. 4-chi nozik jihat ishonchnoma masalasi. Ko'plab pensionerlar sog'lig'i sababli idoralarga bora olmaydi. Bunday holatda farzandi yoki yaqin qarindoshi orqali ish yuritish mumkin. Lekin buning uchun qonuniy ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Bank kartasini olish, pensiya bo'limiga ariza topshirish, arxivdan ma'lumot olish, ayrim hujjatlarni imzolash masalalarida vakolat aniq bo'lishi kerak. Men ko'rgan eng ko'p xatolardan biri shuki, farzand men onamning o'g'liman, shuning o'zi yetadi deb o'ylaydi. Ayrim holatda yetmaydi. Hujjat bilan tasdiqlangan vakolat kerak bo'ladi. 5-chi nozik jihat. Bank kartasi va naqd pul masalasi. Pensionerlar orasida kartaga tushsa pulimdan ushlab qolishadi yoki naqd olmasam pensiyam kamayadi degan xavotirlar bor. Bu masalani aniq ajratish kerak. Pensiya miqdori uni qaysi shaklda olishingizga qarab o'zboshimchalik bilan kamayib qolmasligi kerak. Lekin bank xizmatlari, karta muddati, SMS xabarnoma, kredit qarzdorligi, majburiy undirish, aliment yoki sud qarori bilan bog'liq ushlab qolishlar alohida masala. Agar kartangizga tushgan pensiyadan tushunarsiz summa yechilsa, bankdan ko'chirma oling va sababini yozma so'rang. Kimdir oldi shekilli deb qo'yib yubormang. 6-chi nozik jihat kredit va qarzdorlik. Ayrim pensionerlar qarindoshiga kafillik bergan, kredit olgan yoki plastik kartasiga bog'liq qarz paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin pensiya tushishi bilan pulning bir qismi yechilib ketadi. Bu pensiya bo'limining xatosi bo'lmasligi ham mumkin. Bunday vaziyatda bank, sud ijrochilari va pensiya organi ma'lumotlarini alohida tekshirish kerak. Qaysi asosda, qaysi qaror bilan qancha foiz ushlab qolinyapti, qarz qoldig'i qancha, bularning hammasi hujjatda ko'rinishi kerak. 7-chi nozik jihat hamma pensionerlarga bir martalik katta pul beriladi degan xabarlarga ishonib qolmang. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda turli yolg'on xabarlar ko'p. Kimdir pasportingizni yuboring, pensiyangiz oshadi deydi. Kimdir karta raqami va SMS kodini ayting, yordam puli tushiramiz deydi. Men ekspert sifatida qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodini, bank ilovasi parolini, karta PIN kodini, pasportingizning to'liq suratini tanish odamga yubormang. Davlat organlari sizdan Telegram orqali SMS kod so'ramaydi. Yordam puli, pensiya, kompensatsiya bo'yicha har qanday ma'lumotni rasmiy idora, rasmiy sayt yoki bevosita xizmat ko'rsatish markazi orqali tekshiring. 8-chi nozik jihat. Qayta hisob natijasi har doim ham odam kutgan darajada katta bo'lmasligi mumkin. Bu ham haqiqat. Ba'zan pensioner 10 yil staj qo'shilsa, pensiya 2 barobar oshadi deb o'ylaydi. Amalda esa hisob formulasi murakkab bo'lishi mumkin. Maksimal va minimal chegaralar bo'lishi mumkin. Ayrim yillar faqat stajga kiradi, lekin ish haqi koeffitsiyentiga katta ta'sir qilmaydi. Shuning uchun men har doim aniq hisob-kitob varaqasini so'rashni maslahat beraman. Siz natijani ko'rishingiz kerak. Nechta yil staj olindi? Qaysi ish haqi davri hisobga olindi? Qanday ustama qo'shildi? Yakuniy miqdor qanday chiqdi? Endi eng muhim qismga keldik. Pensioner hozir nima qilish kerak? Men buni qadam-qadam aytaman. Birinchi qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjatlari agar bo'lsa. Farzand parvarishi davriga oid hujjatlar agar kerak bo'lsa, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi guvohnoma, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma. Bank karta rekvizitlari va oldingi murojaatlarga berilgan javoblarni bitta papkaga solib qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya hisobingizni tekshirtiring.
Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya organiga murojaat qilishingiz mumkin. Ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazi yoki elektron xizmatlar orqali ham ko'rsatilishi mumkin. Sizning asosiy so'rovingiz juda oddiy bo'lsin. Mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblanganini berishingizni so'rayman. Agar yozma ariza bersangiz, undan ham yaxshi. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, pasport ma'lumotingizni va murojaat maqsadini aniq yozing. 3-qadam, mehnat daftarchangizni pensiya hisob kitobi bilan solishtiring. Masalan, mehnat daftarchasida 1972-yildan 1994 yilgacha bir korxona bor. Lekin pensiya hisobida u ko'rinmayapti. Darhol sababini so'rang. Balki muhr tushunarsizdir, balki buyruq raqami yo'qdir, balki korxona nomi noto'g'ri kiritilgandir. Sababni bilmasdan turib muammoni yechib bo'lmaydi. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga, korxona vorisiga yoki tegishli tashkilotga so'rab yuborish lozim. So'rovda shunday yozish mumkin: men falon yillarda falon tashkilotda falon lavozimda ishlaganman. Pensiya hisobiga kiritish uchun ishga qabul qilinganligim, ishlagan davrim, lavozimim va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Iloji bo'lsa, eski hujjat nusxalarini ilova qiling. Mehnat daftarchasidan nusxa, eski guvohnoma, buyruq nusxasi, hatto eski maosh varaqasi bo'lsa ham foydali bo'lishi mumkin. 5-qadam, bank kartangiz bo'yicha nazoratni kuchaytiring. Har oy pensiya tushganda summa to'liq tushdimi? Yechimlar bormi? Komissiya bormi? Qarzdorlik ushlanyaptimi? Ko'rib boring. Agar telefon ishlata olsangiz, bank ilovasidan ko'chirma oling. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, bank filialiga borib, oxirgi 3 yoki 6 oy bo'yicha ko'chirma so'rang. Tushunarsiz yechim bo'lsa, og'zaki tushuntirish bilan cheklanmay, yozma ma'lumot oling. 6-qadam, yolg'on xabarlardan himoyalaning. Agar sizga kimdir telefon qilib, pensiyangiz oshishi uchun kod ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Agar Telegramda pensionerlar uchun yangi pul degan havola kelsa, bosmang. Agar anketa to'ldirishni so'rasa, avval rasmiy manbani tekshiring. Farzandlaringizdan iltimos qiling. Telefoningizdagi bank ilovasi xavfsizligini sozlab bersin. Parolni notanishlarga aytmaslikni eslatib tursin. Pensionerlarni aldash holatlari ko'paygani uchun ehtiyotkorlik bu yerda juda muhim. 7-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Har bir rad javobining sababi bo'lishi kerak. Agar siz hujjat topshirdingiz, lekin uni ko'rib chiqishmadi deb hisoblasangiz, murojaat raqamini saqlang. Agar sizga hujjat yetishmaydi deyishsa, qaysi hujjat kerakligini aniq yozdiring. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, hisob kitobni qayta tekshirishni so'rang. Zarur bo'lsa yuridik maslahat oling. Bunda mahalla davlat xizmatlari markazi, advokat yoki bepul huquqiy maslahat beradigan tashkilotlar yordam berishi mumkin. 8-qadam, oilada bitta mas'ul odam belgilang. Ko'pincha pensionerning hujjatlari bir joyda, bank kartasi boshqa joyda. Eski mehnat daftarchasi sandiqda, arxiv javobi esa boshqa papkada turadi. Natijada kerak bo'lganda hech narsa topilmaydi. Oilada bir farzand yoki yaqin qarindosh bu masalaga mas'ul bo'lsa, hujjatlar tartibga keladi. Hamma hujjatlarning nusxasini alohida saqlang. Asl hujjatlarni hech kimga berib yubormang. Faqat zarur joyda ko'rsating yoki tasdiqlangan nusxa topshiring. 9-qadam, har bir o'zgarishni kutib o'tirmasdan muntazam tekshirib boring. Pensiya masalasi bir marta hal bo'ladigan ish emas. Qonunchilik o'zgarishi, minimal miqdorlar yangilanishi, qo'shimcha to'lovlar joriy etilishi, elektron ma'lumotlar bazasi to'ldirilishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga shunday maslahat beraman. Yiliga kamida bir marta pensiya ma'lumotlaringizni ko'rib chiqing. Ayniqsa pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, hujjatlar topilgan bo'lsa, nogironlik holati o'zgargan bo'lsa, qaramog'ingizda shaxslar bo'lsa yoki yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, albatta murojaat qiling. 10-qadam, arizani to'g'ri yozing. Ariza juda uzun bo'lishi shart emas, lekin aniq bo'lishi kerak. Masalan, menga tayinlangan yoshga doir pensiya miqdorini qayta tekshirishingizni so'rayman. Mehnat daftarchamda ko'rsatilgan falon yillardagi ish stajim pensiya hisobiga kiritilgan yoki kiritilmaganini aniqlab berishingizni, kiritilmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday ariza masalani aniq qo'yadi.
Shuningdek, arizaga ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini yozing. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumoti, pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi va hokazo. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensioner o'zini idorada noqulay his qilmasligi kerak. Siz yordam so'rab emas, o'z qonuniy huquqingizni aniqlash uchun murojaat qilyapsiz. Savol berishdan uyalmang. Mening stajim necha yil hisoblangan? Qaysi davrlar kiritilmagan? Qaysi hujjat kerak? Qayta hisob qachondan amal qiladi? Yozma javobni qachon olaman degan savollarni bemalol bering. Bu savollar mutlaq o'rinli. Yana real hayotdagi vaziyatni tasavvur qiling. Bir otaxon 2000 yildan beri pensiya oladi. Uning farzandi yaqinda hujjatlarni ko'rib, otasining 30 yil qurilish tashkilotida ishlagan davr pensiya hisobida yo'qligini sezadi. Avval otaxon endi nima foydasi bor? Shuncha yil o'tib ketdi dedi. Lekin murojaat qilinsa, arxivdan ma'lumot topilishi mumkin. Agar qonuniy asos bo'lsa, pensiya miqdori oldinga qarab oshishi mumkin. Ba'zi hollarda oldingi davr uchun ham masala ko'rib chiqiladi. Demak, kech deb o'ylash ham xato. Tekshirtirishning o'zi zarar qilmaydi. Yoki boshqa misol, bir onaxonning pensiyasi kartaga tushadi, lekin har oy 80 ming so'm kam ko'rinadi. U bank shunaqa ushlasa kerak deb o'ylab yuradi. Keyin ko'chirma olinganda eski kredit bo'yicha avtomatik yechim ketayotgani ma'lum bo'ladi. Kredit allaqachon yopilishi kerak bo'lgan, lekin tizimda muammo qolgan. Bankka yozma murojaat qilingach, masala tekshiriladi. Shuning uchun har bir summa nazorat qilinishi kerak. Pensiyaning puli mayda pul emas, u har oy hisobli va zarur pul. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, pensionerlar uchun yaxshi xabar bor. Chunki pensiya masalasida o'z huquqingizni tekshirtirish, hisob-kitobni aniqlashtirish, stajni tiklash, ish haqi ma'lumotlarini topish, qo'shimcha to'lovlarni so'rash va to'lov jarayonini nazorat qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Lekin bu imkoniyatdan foydalanish uchun befarq bo'lmaslik kerak. Hujjatlarni yig'ing, pensiya hisobingizni tekshirtiring. Tushunarsiz joy bo'lsa yozma javob so'rang. Arxiv ma'lumotlarini izlang va bank kartangizdagi harakatlarni nazorat qiling. Men ekspert sifatida aytaman, eng katta xato baribir hech narsa chiqmaydi deb qo'l siltashdir. Ko'p holatda aynan tekshirtirish orqali xatolar topiladi, yetishmagan ma'lumotlar tiklanadi va odam o'ziga tegishli pulni olish imkoniga ega bo'ladi. Har bir pensioner o'z mehnati, yillari va haq huquqi qadrlanishini talab qilishga haqli. Sizdan iltimos izohlarda yozib qoldiring. Sizning pensiyangiz bo'yicha tushunarsiz savolingiz bormi? Stajingiz to'liq hisoblangan deb o'ylaysizmi? Pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganmisiz? Tajribangizni yozing. Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bobongiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir pensionerning oyma-oy daromadini yaxshilashi mumkin.